Xorazm tilini O'zbekistonda davlat tili darajasiga ko'tarish kerak. Chunki Xorazm tilini yaxshi bilsangiz, Turkmanistonda ham yo'lingiz ochiq. Ozarbayjonda bemalol gaplashib ketasiz, Turkiyada bemalol gaplashib ketasiz, Qibristda bemalol gaplashib ketasiz, Qrimda bemalol gaplashib ketasiz. Demak, Turk dunyosining yarmidan ko'p qismida bemalol gaplashib ketasiz. Chunki eng qadim turkiy til bu. Xorazm tili o'sha bizning sheva deymiz. Sheva emas, aslida bu o'zbek tili davlat tili bo'lishidan oldin ham til bo'lgan. Xorazm davlati bo'lgan-ku. Xorazm shohlar o'sha paytda til bo'lgan. O'shandan shevalar, boshqalar hammasi hozir kelgan til so'zlar. Ana shularni o'rgansangiz, bemalol gaplashib ketasiz. Shuning uchun ham biz O'zbekistonda uni bir davlat tili darajasiga, o'zbek tilidan keyin mana o'zbek tili bugungi qarluq tili, u o'g'iz tili. O'g'iz tilini ham o'sha darajaga ko'tarish kerak. Shunda yana ham haligi o'rta turk tili paydo bo'ladi, qoladi.